Bugun mavzuda biz qaynona kelin munosabatlarida qanday qilib munosabatlarni sozlash haqida gaplashamiz. Men Saodatg'ob O'runni, uyg'onish masteri, psixolog, 9 yildan beri aynan psixologiya sohasida juda ko'p insonlarga yordam berib kelaman. Qaynona kelin munosabatlarida ko'pincha qiz bola ulg'ayganda allaqachon qaynona haqida tasavvurga ega bo'ladi. Onasini, hayotiy tajribasi, yaqin qarindoshlarini, opa-singlisini tajribalari orqali yoki qo'shnilar, seriallar, har xil mavzular ko'rib, qaynona haqida 6 yashar, 7 yashar qizaloqdan so'rasangiz, uni tasavvurida albatta qaynona qattiqqo'l, talabchan yoki azoblovchi, qiynovchi tasavvurga ega bo'ladi. Endi siz qaysi tasavvurda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'sha tasavvuringizdagi hayotni hayotingizga tortib olasiz. Ya'ni hayotingizda o'sha bolalikdan qaysi og'riqni ko'proq his qilib, emotsiyani ichingizga kirgiztirgan bo'lsangiz va undan ajablangan, uni qabul qila olmagan bo'lganingizda ko'proq aynan o'sha mavzu sizni hayotingizda duch kelishi juda katta ehtimol bilan bo'lishi shart bo'lgan vaziyat hisoblanadi. Demak, siz bolaligingizdan qaynona bilan hozir kelisha olmayapsizmi? O'zingizga o'zingiz aytishingiz kerak bo'ladi. Men qayerda eshitganman yomon qaynonalar haqida tasavvur. Aynan qaysi mavzularda, qaysi sifatlar orqali kelini bilan kelishmaydi? Qaysi xarakteristikalar orqali bir-birini azoblaydi, bir-biriga qiyinchilik tug'diradi hayotiy vaziyatlarda. Buni tekshirib chiqasiz. Buni oldin qachon ko'rgansiz? Ya'ni o'zingizni turmushingizdan oldin, turmushga chiqishingizdan oldin, o'sha bolalik paytingizda yo'q. Buni albatta tekshirib ko'rib chiqishingiz shart. Ana o'shandagina siz hozirgi paytda, ya'ni hayotingizda bo'layotgan mavzu, qaynonangiz bilan kelishmovchilikni asl sababini, ildizini topib olasiz. Ya'ni buni qaysi tasavvurga asoslanib, qaysi vaziyatlarni qabul qila olmaslik orqali hayotingizga yaratib olganingizni ko'rib olasiz. Ko'pincha o'z onalari, qizlarni o'z onalari qaynona bilan juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelganda, albatta ayniqsa bosh farzand qiz bolaga juda ko'p aytiladi. Oilada hali turmushga chiqsang qaynonang unday qiladi, qaynonang bunday qiladi, meni qaynonam bunaqa qilgan, qaynona bunaqa bo'ladi. Bu haqda aniq tasavvur shakllanadi va o'zi xohlab xohlamay o'sha hayotni qiz bola tortib oladi. Bu aniq, hammada shunaqa. Kamdan kam holatlarda bu mavzuni oxiri bir-birini tushunish, qabul qilish bilan yakunlanadi. Ko'pincha butun insoniyat ongida alam qilgan, bir o'zimizga azob bergan yoki hayotimizga qiyinchilik tug'dirgan insonni eng oson yo'li men Xudoga soldim, Xudoga topshiraman. Ayollarimiz aytadi, onalarimiz sabr qilganim uchun menga shunaqa baxt berildi, shunaqa kelinlar berildi. Sen ham endi qaynonangga sabr qilasan-da, menga o'xshab baxtli bo'lishing uchun degan tushunchalar beriladi. Xohlab xohlamay o'sha hayotingizga qaynona bilan vaziyatni tortib oldingiz. Qachondir meni turmushimda men yaxshi natijaga erishaman sabr qilsam, onamga o'xshab baxtli bo'laman, o'g'limni yoki turmush o'rtog'imni ardog'ida yuraman, shuning uchun uni eng injiq onasiga sabr qilishim kerak degan tushunchalar asosida ham bu vaziyatlar yaratiladi. Demak, har bitta narsaga o'zimiz sababchimiz. Endi siz yaratib oldingiz bu vaziyatni, allaqachon yaratib oldingiz. Qaynona bilan kelisha olmayapsiz. O'sha hayotingizda bu tajriba bor. Siz oldin buni ko'rib chiqishingiz shart. Bu narsaga yechim topishingiz uchun qanday yechim topish haqida hozir birin-ketin tushunchalar berib o'taman. Bu paytda o'zingizga berilgan muammoni, vaziyatni, ya'ni holatingizni yechimini har doim inson o'zi aniq biladi. Shuning uchun o'zingizga ko'p aytishingiz kerak bo'ladi. Bu vaziyatning yechimi bor va yechim menda, kalit menda deya o'zingizga o'zingiz qayta aytishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Va aynan mana shu vaziyatni yechishga bo'lgan xohishni o'zingizda kuchaytiring. Qaynonangiz bilan munosabatni yaxshilashga, u bilan sevgiga kelishga, u bilan bir-biringizni tushunib, bir-biringizni qo'llab-quvvatlab, bir-biringizga g'amxo'rlikda ayol sifatida xuddi ona boladek yashashni tasavvur qilib ko'ring. Bu qanaqa ko'rinish? Bu qanaqa ssenariyga ega? Bu sizni ongingizda qanaqa shakllarga ega? Buni tasavvur qilib ko'ring va borgan sayin o'sha munosabatni
tasavvuringizni kengaytiring. Siz o'ylashingiz mumkin, bu ayol o'zgarmaydi. Bu ayolning tabiati shunaqa. Bu ayol faqat kimnidir qiynab mazza qiladi, ya'ni abyuzerlik orqali mazza qiladi degan tushunchaga ega bo'lsangiz, bu juda katta ehtimol bilan bu katta xato hisoblanadi. Ya'ni o'zgarmaydigan insonni o'zi yo'q. Siz ichingizdagi insonlarni o'zgartira olmaslikni iloji yo'q. Har qanday inson o'zgaradi. Faqatgina buni siz istashingiz judayam muhim. Demak, siz istashni kuchaytirasiz, ya'ni bu inson bilan munosabatni o'zgartirishga bo'lgan istak, xohishni kuchaytirasiz. Ana undan keyin ikkinchi qadamingiz shu bo'ladiki, his qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Aynan bu ayol hozirgi holatida qiynovchi, qo'pol, talabchan, hech kimni ayamasdan qiynovchi bo'lishiga buni qaysi vaziyatlari sababchi bo'lgan? Uni bolaligi, uni yoshligi, eng go'zal davrlari, uni hayotdan zavq olib, hayotdan maza qilib yashaydigan davrlari qaysi holatlarda kechgan? Buni eslashingiz kerak bo'ladi. Albatta, o'zingizga o'zingiz savol berganingizda esingizga tushadi. Inson qachon talabchan, qattiqqo'l, kimnidir qiynashga kirib ketadi yoki kimgadir azob berishga kirib ketadi. Hayotda juda ham ko'p qiynalganida, hayot uni ayamaganida, insonlarga ishonchsizlikka kirib ketganida, insonlardan sevgi ola olmaganida, atrofdan mehr, muhabbat kutgan lekin ola olmaganida, turmush o'rtog'idan juda ko'p kutuvlari bo'lgan, bular amalga oshmaganida, albatta ayol kishi qattiq, talabchan, qattiqqo'l, hech bitta gapini o'ylamasdan gapiradigan, shartdagi holatga tushib qoladi. Demak, bu ayolni umumiy qilib aytganda hayotida doim sevgi, mehr, g'amxo'rlik yetishmagan. Buni yaxshilab his qilishingiz shart. Ya'ni eslab ko'rishingiz shart. Xohlasangiz buni ko'zingiz yumgan holda qilib ko'ring, bajarib ko'ring. Xayolan o'zingizga o'zingiz savol bering. Bu ayolga nima yetishmagan? Qachon berilmagan? Kimdan ololmagan? Aqlingizga har xil so'zlar keladi. Bu shunga loyiq deyishingiz mumkin. Shu qattiqqo'lligi, shu azoblovchi ekanligi uchun bu unga loyiq. Bu ayolga hech kim yaxshi gapira olmaydi, kuchi yetmaydi. Har xil aqlingizga savollar keladi. Bularni hammasini to'xtatib qo'yasiz. Hech qanaqa bu savollaringiz to'g'ri emas. O'zingizga o'zingiz berayotgan. Sababi shundaki, har bitta inson sevgiga, g'amxo'rlikka, e'tiborga muhtoj. Har bitta inson. O'sha tug'ilganidanoq loyiq, har bitta insonga bu juda kerak bo'lgan, eng kerak bo'lgan energiya. Aynan mana shu sevgi, g'amxo'rlik, mehr, muhabbat, e'tibor berilmaganda ayol kishi borgan sayin qattiqqo'l bo'lishni boshlaydi. Endi siz munosabatlarni to'g'irlashingiz kerak. Sizni oliy maqsadingiz qaynona bilan munosabatlarni to'g'irlash va oilani tinch, xotirjam muhitga olib chiqish. Bu sizni qo'lingizda. Bu paytda bu ayolga ko'proq mehr berishingiz kerak va turmush o'rtog'ingiz tomonidan mehr berishingiz kerak. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Siz aytishingiz kerak bo'ladi. O'z onasiga turmush o'rtog'ingizni siz eslatib turishingiz kerak bo'ladi. Ko'proq e'tibor berish kerakligini, ko'proq uni ko'nglini olish kerakligini, ko'proq mehribonlik qilish kerakligini, umuman qaynonangiz turmush o'rtog'idan ololmagan mehr, muhabbatni hech bo'lmasa sizni eringizdan ololganda ularni o'rtasidagi vaziyat ancha yumshayadi va bu ayolni qarabsizki, yumshayotganini ko'rasiz. Xuddi tikanli tipratikan yumshab, umuman boshqa jonzotga aylanayotganini ko'rasiz. Ya'ni bu ayolni shu qadar o'zgarayotganini ko'rasiz. Haqiqatan u borgan sayin mehribon, yumshab, ya'ni tanasi butunlay raslabitsa qilishni boshlaydi. Tinchlanishni, xotirjam bo'lishni boshlaydi. Chunki u haqiqatda hayotda juda ham erkaklardan tan olinish, erkaklardan mehr, muhabbat kutgan bo'ladi. Aynan qo'pol ayollar juda ham ko'p kutgan bo'ladi. Va buni o'zini farzandidan ola boshlagandan keyin uni qaysidir ochiq turgan bo'shliqlari to'yinadi. Va shu bilan birga siz bilan ham munosabatlar borgan sayin to'g'irlanadi. Mana shu joyda yana shunaqa nozik nuqta bor. Har bitta ayolda bu har birimizni onalarimiz bilan ham bo'lib o'tadi. Bunga e'tibor bering va kirmasligingizni so'ragan bo'lardim. Ya'ni raqobatchilik. Biz xohlaymizmi yo'qmi, qaynona bilan ko'pincha raqobatchilik nazarida munosabat qilamiz. Turmush o'rtog'imizni avtomatik ravishda qizg'anamiz. Men qizg'anmayman, ular mendan qizg'anadi deyishingiz mumkin. Eslab qoling, turmush o'rtog'ingizni, ya'ni sizni eringizni, qaynonangiz o'g'lini sizdan qizg'anyaptimi? Demak, sizni ham ichingizda qizg'anchiqlik bor. Sizni ham ichingizda qaysidir inson ongi gapiryapti. Bergingiz kelmayapti.
ko'proq faqat o'zingizga vнимание, ya'ni e'tibor olgingiz keladi. Oyisini sizni oldingizda hijolat qilishini xohlaysiz. Bu o'zingiz anglamagan sizni istak xohishlaringiz. Bunga kirganingizda darrov borliq sizga ko'rsatib beradi. Bunga kirmasligingiz uchun qaynona sizdan ham ko'proq qizg'anadi yoki siz aynan turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashmoqchi bo'lganingizda, sayohatga chiqmoqchi bo'lganingizda yoki restoranga bormoqchi bo'lganingizda aynan qaynonangizni biror bir sababiga ko'ra bu vaziyatlar qoldirilaveradi. Sababi sizni ichingizda qizg'anchiqlik uyg'ondi. Shuning uchun aynan ona bolani munosabatini qanchalik chuqurlashtirsangiz, mehr-muhabbatga, bir-birini tushunishga, bir-biriga sevgi berishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga qanchalik chuqurlashishiga siz sababchi bo'lsangiz, ularning munosabati yaxshilanishini evaziga va o'sha ayolni sevgiga to'yinishi, e'tiborga to'yinishi orqali sizni ham munosabatlaringiz, oiladagi yashashingiz ancha xotirjamlikka erishadi. Va u ayol sizni yoshligingizni his qilib, sizga juda ko'p imkoniyatlar yaratib bergisi kelaveradi. Bu hayotda sinalgan haqiqatlar. Bularni albatta tekshirib ko'ring va o'zingizda bajarib ko'ring. O'sha o'y-hayollaringizdagi raqobatchilik, qizg'anchiqlik, tan olgingiz kelmasligi, hech qaysi inson o'zgarmaydi, bunaqa qo'pol ayollar o'zgarmaydi degan tushunchalarga umuman e'tibor bermang. Aqlingiz aytaveradi. Hammaning aqlida bunaqa so'zlar bor, dialoglar bor. Bu dialoglar faqat insonni to'xtatadi. Ya'ni faqat insonni bitta joyda qotib, o'zini qiynab yashashiga sababchi bo'ladigan dialoglar. Bularga umuman kirmasdan faqat sevgi orqali, g'amxo'rlik orqali, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash orqali oilada o'sib keta olamiz, rivojlanamiz. Ana o'shandan keyin siz o'zingizga xotirjam hayotni yarata olasiz. Undan keyingi aynan qaynona-kelin munosabatlarini yana ham chiroyli cho'qqiga olib chiqishga, sevgiga, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashashga sababchi bo'ladigan yana bitta kalit shundan iboratki, har qanday kelin o'sha oilaga kelin bo'lib tushgandan keyin ichidan buni faqat sirtda emas, tashqi dunyoda emas, ichidan ana shu avlod liniyasini, ya'ni turmush o'rtog'ingizni avlodini liniyasini, ayollarini ham, erkaklarini ham tan olish. Ular qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hech qanaqa ajratmasdan tan olish, ularning buyukligini, ularning har bitta xislatlarini qabul qilish, tan olish juda ham muhim. Agar sizni ichingizda tashqi dunyoda ulardan qo'rqqaningizdan, ularni kritika qilib, ayblab, lekin tashqi dunyoda ulardan qo'rqqaningizdan, ularga yaxshi gapirib, soxta munosabat qilayotgan bo'lsangiz, ular ham sizni xohlasangiz, xohlamasangiz qiynashda davom etaveradi. Shuning uchun bu oilaning liniyasini ichingizdan sevgida qabul qilish. Qanday bo'lsa shundayligicha. Hech qanaqa shartsiz, hech qanaqa talabsiz boricha qabul qila olganingizda juda ham munosabatlar uyg'unlashib ketadi. Xohlaysizmi yo'qmi, mana shu oiladan farzand ko'rasiz, shu oilada ulg'ayasiz, shu oilada rivojlanasiz. Aynan mana shu avlod liniyasida sizni ham hissangiz bor va sizni ham zurriyotlaringiz aynan shu familiyada katta bo'ladi, ulg'ayadi. Shunday ekan, bu oilani qabul qilish, tan olish, ichingizdan butunlay bosh egish va har bitta sizga bergan yaxshiligiga ham, yomonligiga ham, talabiga ham ichingizdan rozi bo'lish. Ichingizda ortiqcha kritikasiz, ayblovsiz, muhokamasiz rozi bo'lish juda ham munosabatlarni uyg'unlashtirib yuboradi. Va aynan siz xohlagan sevgidagi, uyg'unlashuvdagi bu oilada butunlay qanotlaringizni yoyib rivojlanishingizga aynan sizni ichki tuyg'ularingiz, ichki qarashlaringiz juda ham chuqur xizmat qiladi.